Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshilar. Bugun 20-dekabr ketyapmiz. Kazan shahridan Toshkentga qarab avtobusimiz to'lgan. Tak, keling shu akamni oling-da. Aka, yaxshi ketyapsizmi? Sharoitlar? Zo'r, sharoitlar vaqti konkret. Tavsiya qilasizmi aka? Avtobus Lux. Lux, Tavsiya Xudo qilamiz. xohlasa xizmatlar bo'yicha telefon qilaverasizlar. Orqada asakali akalarim ham bor, ularni olib kelasiz. Dushanba, chorshanba, shanba kunlari ketyapmiz. Xudo xohlasa xizmatlar bo'yicha. Siz duo qilinglar endi. Aka, duo qiling. Bebor xudoga Amin. bilmagan gunohlaringizni ham yo'llaringizga har xil baloqalarga Amin. tan jonimizni sog' qilib Amin. yaqinlarimiz oldiga yorug' yuz bilan yetib olishni shofyorlarimiz yo'llarni bexatar qilsin, har xil baloqalardan xudoga o'zi asrasin. Amin. Sog' o'ynab kulib yetib olishni nasib etsin. Yaxshi. Allohu akbar. Oxirgi reys 30-dekabr kuni bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha telefon qilaverasizlar.